Bugun biz Robloxda tekin manavinga o'xshash kallalar olishni o'rganamiz. Bu juda ham oson. Shunaqa foydali videolar uchun like va o'yna bosib qo'ying. Unda biz boshladik. Birinchi bo'lib Robloxga kirib anime outfits deb yozamiz va mana bu yerda mana shunaqa o'yin chiqadi. Hammada chiqadi bu o'yin. Va mana shu o'yinga boramiz. Hop. O'yinga kirgandan keyin mana shunday joyda paydo bo'lamiz. Keyin mana shu chekkacha pushti rangda daily rewards yozib qo'yilgan bo'ladi. O'shaning ustiga bosamiz va 50 ta tanga olamiz. Menda hozir 150 ta. Menyuga bosib free UGC ga bossanglar, bu yerda har xillari chiqib keladi. Mana 2000 ta tanga to'plasanglar, surak degan narsani olsanglar bo'ladi. Agar yangilari ham kelib turadi bu yerda. Har eventda Gojo'niki ham bor. Kaneki yaxshi kiyim ekan, kaneki olish kerak ekan. Videoga qaytamiz. Mana shularni shu yerda, shu o'yinda olsanglar bo'ladi. Video atigi mana shu edi. Ko'rganinglar uchun rahmat. Bu narsa hammada o'xshaydi. Videoni ko'rganinglar uchun rahmat. Hammaga xayr.